Jemdi jiydi, lekin semirmaydi novvos. Sababi oddiy. Siz novvosni issiq joyga qo'yib boqyapsiz. Yozda issiq paytida novvosga salqin joy kerak. Har zamonda cho'miltirib turish kerak. Novvosingiz xalaz oladi o'shanda. Cho'miltirib turing. Har kun ustiga suv sepib qo'ying issiq paytida. Soat 11da, soat 1da, 2da o'sha paytlarda ustiga suv sepib qo'ying. Oldida pashsha bo'lmasin. Iloji boricha sayzxonangizda parrak bo'lsin. Agar parrak bo'lmasa, novvosingizni daraxtni tagiga bog'lab qo'ying. O'shanda novvosingiz daraxtni tagida salqin bo'ladi. Iloji bo'lsa agar ariq o'tgan bo'lsa, abid paytlarga ariqda suv bo'lsa, novvosga salqin kelib turadi. Novvosingiz yem deb bo'lgandan keyin 2tami, 3tami piyoz bering, hazmiga yordam beradi. Agar ishtahadan qolayotgan bo'lsa novvosingizga sut ichiring. Shunday sigirdan sog'ilgan sutni ichiring. Novvosingizni ichi tozalanadi. Bir kun yem bermang. Tarvuz bering. Eski tarvuzdan emas, yangi tarvuzdan bersangiz achigan bo'lmasin. Ko'plar mollarga eski ovqatlarda tarvuzlarni beradi. Yaxshi tarvuzdan olib bering novvosingizga. Ichi tozalanadi va ishtahaga kiradi, semirishni boshlaydi. Iloji boricha issiq paytlarda novvosni yemini erta tongdan bering. 4ta berasizmi? Bir vaqtda bering. Ramna 4ta berasizmi? Aynan shu paytiga vaqt toping yemni berishga. Kechkisini o'ta kech bering. Salqinda yaxshi xalazab semiradi. Boqayotgan novvosingiz bormi? Qisir sigiringiz bormi? Tanangiz bormi? Ha deb oldiga boravermang. Suvni ichib, yemni yeb, yemishni yeb, bemalol oyoqlarni uzatib, damni olib, kavush qaytarib yotsa novvos yaxshi semiradi. Tinimsiz boraverib yemish beravergan bilan semirmaydi. Bir vaqtda berish kerak. Faqat o'shanga e'tibor bering. Yangidan novvos bog'layotgan bo'lsangiz, albatta bitta cho'miltirib, kirsovun bilan ichidagi gijjalarni o'ldirib, qichima kasalligiga emlating. Qisir mol bog'laysizmi? Tana bog'laysizmi? Boshida qilish kerak bu ishni. Gijjasi yo'q bo'lib, qichima kasali yo'q bo'lib, yaxshilab kirsovun bilan cho'miltirsangiz, bitkanasi yo'q bo'lsa, undan keyin yaxshi xalazob semiradi. Issiq paytlari har doim esingizda bo'lsin, har qanday molingizni ustiga suv sepib qo'ying. Salqinda, sayada yotganlariga ham suv sepib qo'ying. Dashga olib chiqayotgan mollaringizga ham. Siz videoni endi ko'rib qolgan bo'lsangiz, albatta profilimga kiring. Videolarni ko'rib chiqing, parrandalarni hamma turi haqida. Qo'y, echkilar haqida. Sizga qiziq bo'lsa, albatta obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Fikringizni kommentariyada qoldiring. Siz ham novvos boqqanmisiz? Sizda qanday tajribalar bor? Qaysi zotdagi novvoslar tez semiradi? Simentalmi? Shvitmi? Oddiy jaydarimi?